Şirketimlik leksimiz hürmetlik vatandaşım biz sizlerle birlikte muhakeme kılamadık. Bugün bir muhakemeni kılaylı. Hazır ben televizorda bir haberini görüp çıktım. Bu haber nime dese 6. ayda Cungo'nun Qingdao şehrinde Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'na azad devletlerinin yığını açıldı iken, devlet başlıkları yığını. Enindin burun hazır ministerler, taşkı işler ministerleri yığını açılıp atıldı. Şu yığında Cungo taşkı işler ministerinin ministerliğinin ministeri Wang Yi nime dedi? Biz Orta Asya'nı köz kanalda, Orta Asya'nı eğiz kalmadı. Lakin Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı eğiz gelip dedi ki biz devletler ittifakı yani ortak gövde koruşumuz gerek dedi. Ondaqda Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan Katarlık Cumhuriyetle ikinci abtonom rayın buluşuq tayarlanıp koydunlar mı? Wang Yi sözlep atkandı sizlerinin taşkı işler ministerlerini anlap oltağan bolsa bu sizler için hakaret. Qarindaş Orta Asya devletleri bu sizler için hakaret. Endi qaytib keleyli. Vatandaşlarga şundaq bir muhakeme temesini o'ttirib qo'yayli. 2012 yildan boshlab taki hozirgacha degidek, mushu vaqt ichida Cumhuriyet Halk Cumhuriyetining Reis Xi Jinping Moskvani yoki Prezident Vladimir Putin bilan uchrashish qatim sonini son bo'yicha hisoblab chiqsak, taxminan 8 qatim va 9 qatim uchrashdi. Reis Xi Jinping bilan Prezident Vladimir Putin 8-9 qatim uchrashdi. Shu uchrashish jarayonida hech qachon Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministrligining ministri Sergey Lavrov avval kelib, avval yurar guruhlarni elib kelib, Jungo'da so'zlashib, suhbatlashib, Prezident Vladimir Putin qachon Jungo'ni ziyorat qiladi degan so'zni aytgan emas. Yoki bundaq diplomatik faoliyat qilgan emas. Rossiya Jungo munosabatiga qiziqadigan vatandoshlar diqqat qildiki, hech qachon bundaq qilgan emas. Undaqda bu qatam Sergey Lavrov Nemis 4-ayning 27-26-yilidek mushu orliqda yetib kelib, 23-yilidek yetib kelib, Prezident Vladimir Putinning Jungoni ziyorat qilishini o'rinlashtirishi bu bir g'altilik bilan ifodalangan bir ish bu qanday. 6-ayda Qingdaoga keladi. Demak, Qingdaoga kelish bu boshqa gap. Qingdaodan Beijingga kelish degan gap bu davlat ziyorati degan gap. Biz buni qo'yib turaylik. Dal mush paytda Svaraj, Hindiston tashqi ishlar ministrligining ministri Svaraj Beijingda Wang Yi bilan ko'rishdi. Demak, bularning o'rinlashtirishi bo'yicha bu qatim vazir Modi bilan Reis Xi Jinpingning 27-28 kunlari Hubeining Wuhan shahrida uchrashadiganligini, suhbat o'tkazadiganligini tilga oldi. Bu suhbat va bu uchrashish g'ayri rasmiy değil. G'ayri rasmiy deganda bir jiddiy holat aslida. Yoki ikkinchisi davlatning asosiy siyosatlarga toza bog'lanishlik bo'lmagan muhim favqulodda ahvollarni so'zlashga to'g'ri kelganda ikki davlat rahbarlari g'ayri rasmiy holda uchrashadi. Qarab turing. Moskvadan Sergey Lavrov Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Beijingga keldi. Hindiston Yangi Dehlidan Svaraj Hindiston tashqi ishlar ministrining ministri Beijingga keldi. Wang Yi bularni qarshi oldi. Endi bu davlatlar 6-oyda Qingdaoda ochilgan yig'inga qatnashdi. Lekin sizlar shuning diqqat qilinglarki, bir-biriga bog'lab tushuntirgil bo'lamdi, bo'lmamdi vatandoshim shuning diqqat qilingki, hozir Tayvanda 6-oyda Tayvanda turishliq Amerikaning Tayvan jamiyati adres yo'tkaydi. Ya'ni uydan uyga ko'chadi, ko'chadan ko'chaga ko'chadi degan gap. Adres yo'tkash faoliyati bilan biz o'tgan yil leksiyamizni sizlarga so'zladik. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Oqsaroyda prezidentga maslahatchi bo'lib, yangidan tayinlangan John Bolton apandi 6-oyda Tayvanga boradi degan leksiyani sizlarga so'zlab bo'ldi. Endi bugun ko'rdinglar. Nima dedi? Bugun Tayvan vaqt gazetida maqola e'lon qilgan Sukangmi nima? Tayvan komitetining boshlig'i bo'lgan kishi, Tayvan jamiyatining boshlig'i bo'lgan kishi nima dedi? 6-oylar atrofida
bizning, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining quruqliq chiqib, dengiz armiyasining quruqliq chiqib, jang qilguvchi qismlari Tayvanga kirib, dal mushu yangi ko'chgan adresga o'rinlashadi, yerlashadi. Balki mumkin dedi, o'zib aytmadi, mumkin dedi. Bu xabar o'ttirib chiqdi. Dal mushu xabar o'ttirib chiqqanda Rossiyalik Sergey Lavrov ministrining Beijingda paydo bo'lishi, Hindistonning Sibirajning Beijingda paydo bo'lishi, bu ishlar o'zaro bir-biriga aloqador munosabatlikmi qandaq? Men orliqda bir so'zni qistirib qo'ydim, esinglarda bor vatandashim. Bu qatim Hindiston bilan Jungo o'tirisida muz eridi dedi xabarda. Shundaqla muz erigan bo'lsa, Dalay Lama yoki Tibetning masalasi, va so'yaka tashqin, salab tashqin bilan qirg'oq chiqamdi. Yoki cho'kib ketandi, eqib ketandi degan savolni qo'ydi. Mushu masalaga salishtirgan vaqt o'tirdi, zada qandaq munosabat bor? Bu ajoyib bir ish. Diplomatiyadagi odatlar boshqa ish. Siz ko'nib qolgan bo'lasiz odatga. Endi odat sal g'ayr rasmiylik o'tirib chiqqan amallar, siz endi taraf-tarafdan o'ylaysiz, tafakkur qilasiz, qiyos qilasiz, paraz qilasiz. Bu tamoman sizga huquqliq, dal shundaq. Endi shundaq bir paytda endi yaqinlab kelayotgan yana bir ish Chaoshan Banmindianda bugun belgilandi deyli. Chaoshanning Banmindian, Koreya va Chaoshan uruq to'xtatish kelishimi imzolagan Banmindianda hozir Chaoshanning davlat rahbari Kim Jong Un bilan Koreyaning prezidenti Moon Jae-in apandilar ati o'gun uchrashdi. Bu endi dunyo uchun katta bir xabar. Shundaqla Osiyo, Tinch okean va Sharqiy Shimoliy Osiyo uchun ham katta bir xabar. Uning ustiga bo'la tinchlik kelishimi imzolaymiz dedi. 50-yillardagi Chaoshan urushini nazarda tutsangiz, shuningdan keyingi imzolangan tunji qatimliq tinchlik kelishimi bo'ladigan bo'lsa, bu kelishim imzolansa, Koreya yerim oralig'iga qanday ta'sir ko'rsatadi? Sharqiy Shimoliy Osiyo vaziyatiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Tayvan masalasiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bo'libmi Jungoga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu bo'layotgan ishlarga rayon doirasini so'zlasangiz, hurmatli vatandoshim, Chaoshan Jungo bilan chegaradosh. Kalpish bilan tishning munosabati degan mavzuning dal shunday chegaradosh. U yerdan olib chiqib Tayvan masalasiga kelsak, Tayvan Jungoning bir zamini azaldan tortib Jungoning zamini davatida Jungoliklar. Bu katta deyli. Endi Janubiy dengizmi shundaqla azaldan tortib Jungoning zamini. Xo'sh, hurmatli vatandoshlarim, 3 masala: Janubiy dengiz, Tayvan masalasi, Chaoshan masalasi amaliyotda Jungoga markazlashdi. Bu masalalarni qandoq bir taraf qilish, bu masalalarning ichidagi masalalarni ko'tarib chiqib kaskinlashtirish yoki vaziyat o'zligidan kaskinlashish va mushu orqali oxiri bu ishlar Jungo degan bir ismga bog'lanib qoladigan bo'lsa, bu yerdagi masala yolg'iz Chaoshan masalasi emas, Tayvan masalasi emas, Janubiy dengiz masalasi emas, balki masalaga bog'liq masala Jungo masalasi bo'lib qolamdi qanday? Masalaga bog'liq masala Jungo masalasi bo'lib qolamdi qanday? Hozirgi vaziyat mana shu yerda biz buni bugun sizlarga alohida deb ko'rsatgan leksiyalarimizning mazmuni biri Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvan jamiyatida. Bundan keyin agar buningga bu rayonga bu yerga yerlashishga va bu yerga o'rinlashishga Amerika Qo'shma Shtatlari dengiz armiyasining quruqliq chiqib jang qilguvchi qismlari. Bu demak Amerika Qo'shma Shtatlarining butun yer shahridagi har qaysi cho'ng-kichik davlatlardagi bosh elchixonalarini quruqliq chiqib jang qilguvchi qismlar qo'g'daydi ekan. Demak, shu munosabat, shu odat, shu tartib, shu prinsip bo'yicha bu qatim Amerika Qo'shma Shtatlarining quruqliq chiqib jang qilguvchi qismlari Tayvanga kiradigan bo'lsa, u holda hurmatli vatandoshim, sizga savol qo'yayki, Osiyoda nima o'zgarish bo'ladi? Butun dunyoda nima o'zgarish bo'ladi? Siz bilan biz dal mushu kunni kutib kelayotgan odamlar. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlarining armiyasining Tayvanga qaytib berishini kutib kelayotgan odam. Siz bilan biz de emas. Hatta Tayvan xalqimi shuni kutib kelayotgan odamlar. Bugun mushu kun, mushu oyga yetib keldik.
Allah kalırsa hemenlerini Allah aman kılsın 6. ay degenge bir ay vakit kaldı. Endiki leyli. Hoş, biz Hindistan bilen Cungu'nun münasebetini tahlil kılsak, hazır bu haber doğrusu da ikinci bir haber yazgıçılar nime dedi desenler, vaziyet ciddi. Yani demekçi bağını hava illidi. Koylan tağlarındaki muzla iridi. Del muşu peyti Hindistan bilen Cungu oturursa da yani çigra meselesi kötürülüp çıkışı mümkün. Ya ki harbiylarda sürkülüş meselesi kötürülüp çıkışı mümkün. Şuna hava illip İki devlet oturusunda sürkülüş bolmaslığı üçün hazır iki devletlerin rehberi ciddi halda Xitayning Wuhan şehrinde ciddi halda gayri resmi halda görüşmekçi buluvatıdı dedi. Qarab turun hürmetli vatandaşlarım. Bir ay kaldı. Fakat 5. ay. 5. ay ösül 6. ayda Çingdağ'da yığın açıldı. Modi efendi Çingdağ'a geldi. Sen şu sohbetli Çingdağ'da Modi bilen, vezir Modi bilen sohbetlersen buluyor. Fakat bir ay. Muşu bir ay içinde Hindistan üzünün koşullarını yığıp ekilip çırağı toplap, Cungu üzünün koşullarını yığıp gelip çırağı toplap, muşu bir ay içinde ciddilik götürülüp keteme dünyada şunla onay iş var mı? Çünkü ötken yıl 8. ayının 30. günü, 27. günü Hindistan koşun çekildi. Doklambar ayında çekindi, ketti bu armiye. Muşu bir ay içinde şunda askerini yotkep ekilip, Cungu muşu bir ay içinde şunca askerini yotkep apırıp, çıgıra sürkülüşü, çıgıra tokunuşu peyda kılış mümkün mü? Şun bu haberde diplomatiyaga ait haberde çetnigellik oldu. Yani asli maksatni yoşurgallık oldu. Asli maksat deme. Sadece Vezir Modi bilen Reis Xi Jinping bunda ciddi görüşüdügan. 6. ayda Çingdağ'da görüşüdügan turguluk. 4. ayının ahırda 27-28'de bunda ciddi görüşüdügan zaten imiş. Biz sual koyup vaktimiz pakit. Şuken biz sual koyduk. Biz bunu artık da çonkurlap tahlil kılamayız. Çünkü bir yerdimizde pakit yok. Kolumuzda pakit yok. O fakat bir hadise. Çoğu devletler oturursa ki münasebette sadır bulavatkan bir hadise. Hoş, ende değil. Ende kayıtıp gelsek Vladimir Putin, Prezident Vladimir Putin 3. ayının 18. günü yani bir katanlık sayılamda sayılınıp bir